Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Umra safari bo'yicha ekonom paketlar chiqdi. To'liq shu haqida hozir Azbekdan ma'lumot olamiz, tushuncha olamiz. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Baxtiyor aka, ekonom paket to'g'risida yaxshi gapirdingiz. Ekonom paket to'g'risida tushuncha berib o'tib ketay odamlarimizga. Menga vizif ko'p bo'lyapti. Aka, ekonom paket bilan standart paketni oddiy narxi $200 farq qiladi. Endi puliga yarasha xizmat deydi-ku, ekonom bilan standart paketning orasida ancha farq bor. Buni ham oldindan aytib tushuntirib qo'yay odamlarga. Aka, mana oddiy misol, hozirgi zamonaviy til bilan aytganda, Malibu mashinasi bilan, misol uchun, Nexia 3 mashinasining qancha farqi bor bir-birini? Ikki xil, misol uchun, uni komforti o'ta baland, Nexia 3 обычный, misol uchun, ancha-muncha narsa, 95% narsa yo'q-da, unda bor narsa. Bu ekonom bilan standart ham shu aka. Aka, ekonom paket 14 kunlik. Ana reklamalari chiqyapti, ko'rishyapti. Bu xohlasa o'zimiz ham jo'natib yuboramiz. $795 aka. 775 dan ham reklama bor, 785 dan ham bor, 765 dan ham bor. Aka, endi aka bizda $795 dan, vizasi bo'lsa $695 dan ekonom paketlar. Aka, standart paketdan farqi, ekonom paket to'g'risida to'liq hozir mana tushuncha beraman. Videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman odamlarga. Ekonom paket 2 kun, 1 kecha. Mana bugun ertalab, mana hozir siz Madina shahriga yetib bordingiz. Borganingizdan keyin kirdingizda asr namozini o'qidingiz, mehmonxonaga yukladingiz, joylashtirdingiz, ujin qildingiz, o'sha kuni dam oldingiz. Ertasi kuni Madina ziyoratiga ertalab olib chiqib ketadi. Madina bo'ylab ekskursiyani qildirib turib, olib kelib, olib kirgandan keyin mehmonxonaga o'sha obedini qildirib turib, aka, ehromlaringni kiyinglar, ketdik deydi. Bir kecha 2 kunduz sanaladi o'sha. Tushundingiz-a? Mana men odamlarim men tushunyapti deb o'ylayman, Baxtiyor aka. Bir kecha yotadi xolos Madinada. 2 kun, qolgan 12 kun Makka shahrida. Endi mehmonxona masofasi Madinada 1 kilometrda atrofida bo'ladi. 800 metr 1 kilometrda atrofida bo'ladi. Makkada 6 kilometrda bo'ladi mehmonxonasi. Buni mana puliga yarasha xizmat deb yana aytayapman. 5-6 kilometrda bo'ladi. Aka, endi qolgan narsalari bor, oziq-ovqatlari bir xil. Misol uchun, bizda oziq-ovqatdan qisilmaydi. Har videoda aytaman, bu oziq-ovqat eng ko'p narsa bizda. Bu ekonom degani oziq-ovqatdan qisamiz degani emas, yo'q. Lekin mehmonxona masofasi uzoq. Madinada 1 kecha 2 kunduz bo'ladi. O'shaning uchun buni puli arzon. Endi standart paket aka, 2 kecha Madina, 3 kunduz Madinada, misol uchun 2 kecha 3 kunduz turiladi. Bugun bordingiz, mana obed mahalda bordingiz, kirdingiz, joylashdingiz, obedingizni qildingiz, asr namozini o'qib, shomni o'qib, xuftonni o'qib, kechqurun tahajjudlarni o'qib, misol uchun yo tahajjudga kirib mehmonxona damingizni olib ertalab bomdodga chiqdingiz. Ertasi kun ham to'liq turasiz, yana qolasiz aka. Indonesiyaga, ya'ni 3-kuni obeddan keyin xuddi shunaqa maytda 3, 4, 5larda Saudiyada mana o'zingiz borib ko'rdingiz, umra qilgan olib ketadi. 3 kun to'liq bo'ladi. 2 kecha 3 kunduz. Ana oddiy 1 kun Madinadan yutyapti. Endi Makka shahrida 10 kecha 11 kunduz bo'ladi. Mehmonxona masofalari Madina shahrida 100 metrdan 400 metrgacha, Makka shahrida 800 metrdan 2,5 kilometrgacha bo'lgan masofada mehmonxonalarimiz bor. Aka, Madina ziyorati, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohatlari, hamma narsa bor. 50 bosh xizmati albatta bor. Toshkentdan xohlasa Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan, Samarqand, Termizdan reyslarimiz bor. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Xudo xolasa, reyslarimiz Toshkentdan deyarli har kuni bor. Farg'onadan 2-chi, 4-chi, 9-chi aka, 11-chi, 16, 18, 23 va 25 fevralga bor. Namangan shahridan 3, 5, 7 bor, 10 bor. Aka, men hozir ko'rib berayim. 10 dan keyin Xudo xolasa ketaveradi. Xudo xolasa mana bu yerda Namangan shahridan Namangan, Madina, Namangan yo'nalishida joylarimiz ochiq. Mana
3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20 bor aka. Keyin 24, 26 va 27 fevral kunlari Namangan, Madina, Namangan yo'nalishimiz bor. Andijondan 1, 4, 7, 11, 14, 18, 21, aka 24, 28 fevrallarga Andijon, Jidda, Andijon, Madina yo'nalishi bor. Yana qaysi viloyatlardan bor? Viloyatlardan aka mana aytib o'tganimdek, Farg'ona, Andijon, Namangandan bor vodiy bo'yicha, Toshkentdan deyarli har kuni reysimiz bor. 1 fevral Toshkent, Madina boshlanadi. 1 fevral kuni ertalab 8:00 da registratsiya boshlanadi. Uchish aka xudo xolisa 11:30 da bo'ladi. Xudo xolisa 1, 8, 15, 22 fevral kunlari Toshkent, Madina, qolgan hamma reysi Toshkentdan Jiddaga qaratiladi aka. Endi to'lovlarni qanaqa qilishadi mana? To'lov masalasi Baxtiyor aka. Bizga mana pasport tashab beradi. Pasport tashab bergandan keyin aka, Toshkentda, Farg'onada va Andijon shahrida ofislarimiz bor. Xohlasa mana ofislarga kelib, bemalol shartnoma tuzib chiqib ketishlari mumkin to'lov qilib. Xohlasa aeroportda to'lasin aka. Uni hech qanaqa bizga muammoli joyi yo'q. Faqat har doim aytib o'taman, vaqt soatida kelishsa bo'ldi. Bizda narxlar ham aka, to'lovi ham mayli, narxlar arzon, misol uchun. Standart paketda mana aka zo'r narxlar $995 stabilda bu. 1050, 1075, 1100 sotishyapti. Biz shu ishni ichidagi odamlarimiz kimni necha pul qo'yib sotayotganini bilamiz. Bizda har doim aytaman, insof sari baraka. Endi men yolg'on gapirmayman, yolg'on gapirishni ham xohlamayman, yolg'on gapirgan odamni yoqtirmayman ham. Borini gapiryapman, misol uchun. Bu odamlarga kerakli narsa, chunki menga viziv ko'payib ketdi. Arzon paket chiqaribsizlar, siz bizga qimmat sotyapsiz ekan deb. Xohlasa arzon paket ham bor, qilib beraveramiz. $795 dan ekonom bor, $995 dan standart bor. Narxidan skidka bor. Endi standart paket bo'yicha 1 fevraldan 10 fevral sanasigacha standart paketni ham 995 bas aka, $950 qilib beramiz. $950 qilib beramiz. Standart paket. Mehmonxonalari Madinada aytib o'tganimda 100 metrdan 400 metrgacha, Makkada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha bo'ladi. Hamma narsasi bor. Faqat 1 fevraldan 10 fevralgacha $950 dan. Undan ham $5-10 o'tib beramiz. Endi Azbek kommentariyada yozishibdi, 10 kishimiz, 15 kishimiz. Bonusi bormi 10 kishi, 15 kishiga? Aka oldin $1700, $2000, $2500gacha odamlar umraga borgan Baxtiyor aka. O'shanda bir kishiga bonus berilgan, 10 ga 1 bo'lgan. Keyin u 10 ga 1 ko'payib ketdi, 5 ga, so'ti 5 kishiga bir kishini bonus qilib qo'ydi. Yo bo'lsam 6 kishi toping, 7-chilarning bonus dedi. Aka, o'sha paytda $2500 dan borgan bo'lsa, 10 kishi $25000 ga tushganmi? O'sha o'zlarini pullariga sheriklanib jo'natilgan. Shunaqa ishlar bo'lganda, endi o'sha paytda biz qilmas edik, u paytda-yu. Misol uchun mana siz $2500 dan menga to'lov qildingiz, aka. Men sizga aytyapman, siz menga aytyapsiz, Azizbek 11-chimiz bor-da, shunga necha pul bo'ladi? Siz meni qiziqtirishga aytyapmanki, 10 kishimisizlar, 11-chilaring bepul deyapman. Siz menga $2500 dan to'layapsiz. Men sizdan $100, misol uchun $500 dan foyda qilmayapman-da. $400 dan foyda qilib qo'ya qolyapman, yo 450 dan. Nariga sherigingizni borib kelish rasxod ham yo'q chiqib bo'lyapti. Endi men nima demoqchiman? U ishlar o'sha paytda qolib ketdi. Hozirgi kunda 10 kishiga 1 kishi, 5 kishiga 1 kishi bepul xonasi yo'q. O'zi narxni solishtirsa, bizda narxlar ancha arzon aka. Mana odamlar rahmat aytib, mana hozir bitta hoji ona rahmat aytib telefon qildilar. Xudoga shukr. Andijonlik ekanlar, rosa rahmat aytdilar, xursand bo'ldilar bizdan. Biz ham xursandmiz o'sha narsalardan. Endi aka, yana bitta ma'lumotni aytib o'tib ketay. Qaysidir ahmoq aka, yolg'on xabar aka prosmotr uchun tarqatishlik bu yaxshi ish emas aka. To'g'risida uni aka ancha-muncha odam ko'rib qo'yibdi. Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. 1 fevraldan haj va umra safariga o'zbek fuqarolari kiritilmaydi. Mana aka, bu uchiga chiqqan sun'iy intellekt ovozidan ma'lum bo'lib turibdi. 450 bitta like yig'ibdi. Taqdagi bitta video
53 ming marta prosmotr bu. Ras 1 fevral sanasidan o'zbekistonliklar Saudiya Arabistoniga qo'yilmas ekan. Kommentariyasi nimaga yopiq buni? Och kommentariyani, ol. O'zingga kerakli javobni. Bu yolg'on ish yaxshi emas. Men doim aytaman, rost gapir, rizqingni halollab ol, nima qilasan, nima qilib odamlarni aldab bunaqa videolar chiqarib. Keyin Azizbek ketishayotganda nima beriladi? Bejik. Mana bizdan beriladigan narsa aka, so'mka yoniga ilib oladi. Bejik familiya ismi yozilgan. Nimcha deydi, kamzil va albatta bileti qo'lga biladi. So'mka, kamzil, bejiklari, vizalari qo'llarga beriladi. Biletlarini aeroportda olishadi. Qaytayotganda 5 litrli zamzam suvlar, 50 bosh xizmatlari malakali aka, hamma narsasi aka sharoitlari joyida. Xudoga shukr, haligi yangi mehmonxonamizni bitta ikkita video oldin qo'ydingiz. Shu mehmonxonani mana bugun 29-yanvar bo'lsa, kecha kechqurun shu ofisda o'tirib gaplashdik. Mehmonxonada ancha odam tushibdi. Hamma xursand, sharoitlar zo'r. Borayotganlardan, minnatdor bo'layotganlardan kelyapti-da. Endi aka, men demoqchi bo'lgan gapim, aka, ro'y rost gapirib sotish kerak. Aka, biz video chiqarayotgan bo'lsak, to'g'risini aytyapmiz. Ekonom paket bilan standart paketda ancha farqi bor. Xohlasa 795 dollardan, agar vizalari bo'lsa 695 dollardan qilib beraman. Endi standart paket bo'yicha 950 dollardan 1-fevraldan 10-fevralgacha, vizasi bo'lsa 850 dollar. 995 dollardan 10-dan keyin aka 895 dollar vizasi bo'lsa, shuni ham aytib o'tib ketdik, vizasi bor bo'lsa, har qanaqa narxdan 100 dollar minus qilib beramiz. Endi 1-fevral sanasidan 10-gacha 950, 10-dan boshlab 28-fevral sanasigacha 995 dollar. 1-mart sanasidan boshlab to Qadr kechasi hayit namozigacha 1375 dollardan narxlar ekan. 21 kunlik paketimiz bor. 1-martdan boshlanadi. Qadr kechasi va hayit namozini o'z ichiga olgan. 1575 dollar. 40 kunlik paketimiz bor. 1685 dollar ekan. Xohlagan kuni 14, 15, 16, 17, 18 fevral kuni xohlagan kunlari ketishlari mumkin. Xudo xolasa ekranda telefon raqamlarimiz har doimgidek turibdi. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Xudo xolasa qanaqa savollar bo'lsa, albatta biz unga javob beramiz. Endi aka, videoga like bosib, kommentariy yozib, xudo xolasa tarqalishligiga yordam berishsa, biz bundan ham xudo xolasa albatta mamnun bo'lamiz. Xudo xolasa qanaqa savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishlari mumkin. Mana o'zingiz javob yozib qo'yyapsiz aka. Ulgusam men o'zim yozib qo'yyapman aka, xudo xolasa. Bemalol ekonom paket, standart paket bo'yicha savol-javob qilishimiz mumkin. Faqat 1-dan 10-fevralgacha bo'lgan narx Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan shaharlaridan uchadigan reyslarga amal qiladi. Samarqand shahridan 2, 9, 16 va 23-fevral kunlari bor. Samarqandda Samarqand. Uni narxi 995 dollar. Termizdan 1, 15 va 22-fevralga bor. Uni narxi ham 995 dollardan. Ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilishsa, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston fuqarolari bemalol. Narxlar O'zbekistonda qanaqa bo'lsa, bular uchun ham xuddi shunaqa amal qiladi. 1 dollar oshirib aytilmaydi. Qaysi paket so'rasa, shu yerda qana sotayotgan bo'lsa, ular uchun ham xuddi shunaqa narxda amal qiladi. Hamkorlik qilaman, boshqa qilaman deganlar uchun ham bemalol telefonimiz ishlab turibdi. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoni xudo xolasa maksimal darajada like va kommentariy yozib, odamlarga tarqalishligiga sababchi bo'lib, videoga like bosib, kommentariy yozib, xudo xolasa tarqatib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.